Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Moskva shahridan gapiramiz. Sizlar bilan Sarvarbek Yakub. Ko'rib turibsizlar, O'zbekiston avtobuslarimiz birinchi reys, ikkinchi reys. Yurtdoshlarimiz kelyapti, xursandchilikda Moskva shahridan Primoy reyslarida jo'nab borishmoqda. Biz sizlarga tavsiya qilamiz, tanlovda adashmasliklari uchun ishonchli kassa raqamlarimiz 8966 270 55 55 raqamlari. Mana yurtdoshlarimizdan bir ikki og'iz suhbat olib qo'yamiz. Assalomu alaykum opa. Yaxshimi opa? Mana ko'rib keldingiz ijtimoiy tarmoqdan. O'zbekiston avtobusi ekanmi? Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi? Mana ko'rib turibsizlar, ayol kishilar oldida o'tirib ketadi, xotirjam kelib, o'z yuklarini joylab, xuddi shunday jo'nagan. Rahmatulloh. Mana pasatka jarayonlari bo'lyapti, reyslar qaysi? Assalomu alaykum azizlar. Mana reyslarimiz hafta davomida 7 kun davomida amalga oshiryapti. Bir kunda bitta reys emas, hozir 2 ta yoki 3 ta reys bo'lyapti. Ko'rishlar mumkin. Bizda O'zbekiston nomerdagi reys va avtobuslar. Yo'lovchilar mana ishonib kelganiga afsuslanmaydi. Hammaligi kelyapti. Har bir yo'lovchiga bittadan 60 kg-gacha yuklar palojda bemalol olib kelishlar mumkin. Hech qanaqa qo'shimcha to'lovlarsiz. Dokumentida muammosi borlar, iltimos qilardik. Dokumentinglarda muammo bormi? Rasxotinglarning pulini yoningizga olinglar, voditelga tayinlab qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga yordam qilib, bezdeport olib ketishga harakat qilamiz. Обязательно. Bemalol murojaat qilinglar. Layklarni обязательно ayamasdan bosinglar.